Temniy rang Cobalt qidirib yurganlar uchun navbatdagi Cobalt avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomat korobka, rangi Dark Moon Blue, temniy siniy, bosib o'tgan masofasi probegi 28.000 km. Mashinaga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham yaxshi holatda, hech qanaqa ishi yo'q. Hali 28.000 yurgan svejiy mashina. Oyog'ida R17 diametrli chiroyli diska balonlar taqib qo'yilgan. Kuzovi absolyutno top-toza holatda, 4 ta eshigi shumka bo'lgan, shum izolyatsiyalar qilib qo'yilgan, qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Bemalol xohlagan ustiga tekshirib olishingiz mumkin. Mashina 100% toza. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon, qirilib sirilib ketmagan, yaxshi kolonkalar o'rnatilgan, chexol poliklar bor, rul o'zini shtatniy ruli, monitor o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, akkuratli, приятный salon, hidlanib ketmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $11,700. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Xohlovchilar uchun через bank avtokreditga ham sotiladi.